Salom do'stlar, men sizlarga tiriklayin dafn qilingan odamlar haqida so'zlab beraman. Ketdik. Mina El 2014-yilda fransiyalik 25 yoshli qiz Mina El internetda bir necha oydan beri Marokko shahrida yashaydigan bir yigit bilan gaplashayotgan edi. Yigit u qizni Marokko shahriga uchrashuvga taklif qildi va Mina rozi bo'ldi. 19-may kuni Mina Marokkoga kelib otelga joylashib uchrashuvga chiqdi va ular birga ajoyib kun o'tkazayotgan paytda kutilmagan holda Mina hushidan ketdi. Yigit qo'rqib Minani o'lib qoldi deb militsiyaga yoki tez yordamga xabar bermadi va yigit Minani o'zini hovlisiga shoshilib dafn qilib yubordi. Minani hushidan ketishiga sabab qandli diabet kasal edi. Bir necha kun o'tib Mina bedarak yo'qolgani uchun oilasi Marokko militsiyasiga xabar berdi. Militsiyalar qotilni topib uyiga bostirib kirishdi va Minani dafn qilib yuborganini eshitib shokda qolishdi. Mrs. Boger 1893-yil iyulda Charles Boger va uning ayoli Pensilvaniyaning Whitehaven shaharchasida yashashar edi. Charlesning ayoli Mrs. Boger kutilmaganda qo'qqisdan olamdan o'tdi. Shifokorlar Mrs. Bogerning o'lganini tasdiqlashdi va dafn etildi. Bir qancha vaqt o'tgandan so'ng Charlesning do'sti uning xotini Charles bilan tanishmasdan oldin isteriyadan azob chekkanini va o'lmagan bo'lishi mumkinligini aytib berdi. Shu gaplardan so'ng Charlesning xayolida ayoli Mrs. Boger tiriklayin ko'milganini eslasa azob chekar edi. Shuning uchun tirikmi yoki haqiqatda o'lganini tasdiqlash uchun Charles do'stlari bilan qayta ayolning qabrini ochishga qaror qildi. Qabrini ochishganida hamma shokda qolgan. Mrs. Bogerning jasadi teskari bo'lib qolgan edi. Xalatlari esa yirtiliq, tobutning oynagi esa sinib, butun jasadi qonga belangan va hamma barmoqlarini och qolganidan yeb qo'ygan ekan. Shu voqeadan so'ng Charles Boger izsiz yo'qolgan va u qayerdaligini hech kim bilmaydi. Octavia Smith Hatcher 1800-yilning oxirida Kentukki shahrida noma'lum kasallik tarqaldi. Mana shu shaharda yashovchi Octavia Smith Hatcher o'sha noma'lum kasallikka chalindi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay Octavia depressiyaga uchrab, komaga tushib qoldi. O'sha yilning 2-may kuni Octavia'ni o'ldi deb gumon qilishdi. Jazirama issiqligi uchun Octavia'ni mahalliy qabristonga darrov dafn qilishdi. Bir haftadan so'ng Kentukki shahrining fuqarolari xuddi Octavia uchragan kasallikka uchrab komaga tushib qolishdi. Ozgina vaqt o'tgach fuqarolar o'ziga kelishni boshladi. Octavianing eri ayolini olamdan o'tganiga shubha qilishni boshladi. Chunki fuqarolar ham xuddi shunday kasallikka uchrab hushiga keldi. Octavianing eri qabrini ochib ko'rishga qaror qildi. Qabrini ochganida tobutning ichki tarafi tirnalgan, Octavianing tirnoqlari qon edi. Yuzi esa qo'rquv va dahshat bilan burishib ketgan edi. Octavia tirik holda dafn qilingandan keyingina o'lgan edi. Aytmoqchi, Octavia uchragan kasallikni keyinchalik shifokorlar aniqlashdi. U kasallik CS chivini chaqqanda qattiq uxlab qolish kasaliga uchratar ekan. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa kanalimizga qo'shiling va videoga like qo'ying. Hammaga xayr.